qadriga yetengar bo'lsa akangiz, mengar bo'lsa opangiz, bir kuni qurisa mador tenkangiz, begonalar tomon cho'pa olmaysiz. Jigarlardan ham yaqinroq inson topa olmaysiz. 2026-yil 6-avgust sanasi Umidaxon opamizni kutilmagan tarzda tabriklash uchun ularning jigarlari nomidan albatta Baxtiyor akamiz, Sherzod akamiz, Hasanjon akamiz nomidan tabriklash maqsadida ularni fayzli xonadonlarga, Akmaljon akamizdan fayzli xonadonlarga tashrif buyurganmiz. Demak, bugun nurlar ichida yotsinlar. Abdurasul otamizni, Zaynaboy onajonimizdan farzandlarini tug'ilgan kunlari kamina fazlida fayzoda bola quvonch baxsh etishda davom etadi. Siz faqat bizni kuzatishda, like tugmasini bosishda davom eting. Biz esa boshladik. Tirgakdirsiz yurgan yo'limda har bir ishda o'rnaksiz opa. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz opa. O'zingizni qiling ehtiyot. Mening uchun bo'laksiz opa, qaddingizni egmasin hayot. Menga juda keraksiz opa. Bo'lmasangiz xarob bo'laman. Vujudimda yuraksiz opa. Sizsiz aniq tamom bo'laman. Menga juda keraksiz opa. Siz oq ko'ngil farishta misol. Ushalguvchi tilaksiz opa. Bir donasiz, sizga yo'q timsol. Menga juda keraksiz opa. Siz deb kechgun butun dunyodan. Siz baxtimdan daraksiz opa. Sizni yaxshi ko'raman chindan. Menga ukangizga keraksiz opa. Demak 2026-yil 6-avgust sanasi mana shu xonadonda yurgan Umidaxon opamizni tabriklash maqsadida tashrif buyurganmiz. Eng chiroyli musiqalar sadosida bugungi kunimiz qirolichasi Umidaxon opamizni taklif qilamiz. Marhamat. Umidaxonimiz qaysi birlaringiz? Akamiz Umidaxonimizni zamoda chiroyli musiqalar sadosida Bizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Akamiz assalomu alaykum. Bugungi tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Qalbingiz quvonchlarga to'lsin. Umid opamiz kim bo'ladi? Akmal aka bilan urushib bo'lganmisiz? Assalomu alaykum. Bugungi 18 yoshingiz muborak bo'lsin. Qalbingiz quvonchlarga to'lsin. Kutilmagan mehmonlarni, surprizlarni kutganmidingiz? Demak, oila budjetiga zarar keltirib, bizani $100 pul berib kim chaqirgan, nima deb o'ylaysiz? Yana kim sizni yaxshi ko'radi? Hamma yaxshi ko'radi. Demak, hech kimsaga yomonligim yo'q. Kimligini Xudo biladi. Hamma meni yomon desa ham meni opam juda yaxshi ko'radi dedi. Shunday ekan bugun ayni damda Toshkentdan 400 kilometr masofa bosib kelayotgan Baxtiyor akamiz, Sherzodjon akamiz, Hasanjon akamning nomlarida tashrif buyurganmiz. Men Hasan akamdan so'radim. Hasan aka, Umid opamni tanimasam, bilmasam, nima deb tabriklaydiganimda Fazliddinjon, mana ayajonimga kulishlari o'xshaydigan, dadajonimga yurishlari o'xshaydigan. Ayni damda onamdan keyin ikkinchi onam mana bu opajonim dedilar. Haqiqatan ham opa, meni yo'qlab keling. Yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman Zaynab onajonim mehrin, siz onamga o'xshab keling. Yuraginam ketmay nurib, jigaringiz holin so'rab, ey ayajonimni shoir mollarini urib, opajon siz mana onamga o'xshab keling dedilar. Opa bulut bo'lib sitilib ketdim. Opa yomg'ir bo'lib to'kilib ketdim. Opa yasim bo'lib egilib ketdim. Opajon, mana ko'rgani keling bu kecha. Hamma azobimga topasiz chora. Opajon, siz kelsangiz xorlik, zorlik nachora. Yaxshiyam sizni tuqqan Zaynab onajonim bechora. Opajon, dadajonimni eslaylik, keling bu kecha. Chiroyli musiqalar sadosida bitta quchoqlab bag'rimizga bosib qo'yamiz. Marhamat. Kelinglar, yaqinlari, qizlari, kelinglar, kuyovlar. Muborak bo'lsin. Eng chiroyli go'zal bo'lsalar, amin bo'lsin. Rahmat onajon. Opa meni yo'qlab keling. Yarim ko'ngil
keling. Opa meni yo'qlab keling. Yarim ko'nglim to'plab keling. Sog'ingan ona mehrim. Siz onamga o'xshab keling. Yurakkinam ketmay turar, diyaringiz so'rab so'rar, soyirmonlarim urar. Siz onamga o'xshab keling. Umid opa, hali Hasan aka aytdilarki, mana bolalik chog'larimda eng ko'p menga qaragan inson opam bo'ladilar. Qo'lidan tushirmagan, mana faqat qo'lida yelkasida olib yurgan eng mehribon inson. Aynadanda onajonimni yo'qotdim, lekin opam menga ona bo'lyapti. Hasanjon, ukajon sog'liging qanday? Ro'zg'oring tinchmi? Faqat va faqat meni o'ylaydi. Aslidagi opam bilan tomirdagi qonimiz bir. Tikan kirsa jonimiz bir. Jonimga jon rishtasini bog'lagan jonim opam, sizga Alloh uzundan uzun umr bersin dedilar. Endi Umid opa Akmal aka inson uchun pul qimmat emas, sizlarni pullaringiz ko'p bilaman. Gugurt yoqsa yonib ketadi. Inson uchun jon ham qimmat emas, ajal kelsa olib ketadi. Inson uchun ko'ngil qimmat, shamolga ham sovib ketadi. Bugun opamning ko'ngli ko'tarilsin. Opam osmon va falaklarga uchsin dedilar. Muxlisaxonman. Komila xonim bugun chiroyli qilib tabriklab qo'yadilar. Musiqa qo'yib Davronjon. U yigit kim bo'ladi? Kuyovlar, payg'ambarlar sizlagan kuyovlar. Cho'qili musiqani sadosa kuyov. Bitta bag'ringizga bosib qo'ying, qaynonasini quchoqlab tabriklagan kuyovlarni gunohlari kechirilib ketadi. To'g'ri jannatga tushadi. Umid opa, tilagim o'chmasin yongan chirog'ingiz. Bir umr porlasin chashma charog'ingiz. Magar chinor bo'lsangiz, chinordek yashang, bevaqt uzilmasin biror yaprog'ingiz. Bugun 17 ga kirdingizmi, 18 gami? Nasib bo'lsa 18 yosh. Hech qachon yoshlik, go'zallik, nafosat, nazokat tark etmasin. Umid opa, farzandlaringiz nechta? 4 ta. Hammasi o'zingizniki. Akmal akamniki nechta? 4 ta 8 ta. Xo'p. Endi biz bugun bayram bilan qo'shilib ekan, Muxlisaxon singlimiz kim bo'ladilar? Muxlisaxon sizni ham tobora shiddat bilan yaqinlashib kelayotgan tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Baxt ostonasida turibsiz, Allohim chiroyli baxt bersin, davlat bersin, Allohim chiroyli farzandlar berganda ham dadajon, ayajoningiz albatta yoningizda tursin deymiz. Endi mana shu xonadonga hozir Akmal akam bosh bo'lib turibdilar. Mana shu xonadonni shohi sultoni Umid opamga tez yaxshi ko'raman deb aytib turasizmi? Sevib uylangansiz, a? Agar yana turmush qurish, yana hayotga kelish imkoni bo'lsa, Umid opamga uylangan bo'larmidingiz? Endi boshqasi ham tegmasdi hamda. Sizda yaxshingizni oshirgan, yomoningizni oshirgan, bitta emas, ikkita emas, 4 ta farzand tug'ib bergan, bitta yaxshi ko'raman, sevaman deb bering, kuyovlarga alam qilsin. Marhamat. Chiroyli gaplarni 20 yil bo'ldi. Turmush qurganmiz. Adam boshimiz sog' bo'lgan. Amin. Adam sog' bo'lsin. Nima yig'laysiz? Bular qo'shqo'pi debman. Bitta bag'ringizga bosib qo'ying, bitta quchoqlab qo'ying, kadrlarga berishamiz. Kadrlarga bosing, keling bitta chiroyli qilib bag'ringizga bosib qo'yasiz. Sizlarga alam qilsin. Allohim baxt qurbonlaringizga ko'z tegmasin. Sizlarni o'zlaringiz kiyovga o'xshab turibsizlar. Yoshlik, go'zallik, nafosat, nazokat hech qachon tark etmasin. Umid opa, Akmal akam nasib bo'lsa kelasi yil sizga Trekker yo bo'lmasa Kia Sonet sovg'a qilar ekanlar. Inshaalloh pravalani olasiz. Eng chiroyli kunda tabriklash bizga ham nasib etsin. Endi
hozir Baxtiyor akam, Sherzod akam 400 kilometr yo'l bosib kelyaptilar, lekin bugun Hasan akam juda xursand. Sizni tug'ilgan kuningiz menga bir oydan beri aytadilar, opamni tug'ilgan kuni xursand qilishim kerak, tabriklashim kerak. Xotindan qo'rqmas ekan ukangiz. Kelin. Ey chiroyli niyatlarni Hasan aka aytib berasiz, o'zingiz marhamat. Sizlarni juda yaxshi ko'raman. Mani ham opam bo'ladi, ham sen bitta yagona birdon. Bizlar onamiz ham kelyapti. Onamiz nasib bo'lsa kelib duolar qilaman. Onajonimiz sog' bo'lsinlar. Bizga kirib Hali 18 yoshda, Hasan aka o'zim baxtli o'rnida. O'sha nabira bormi sizlarda? Nechta? Bitta, inshaalloh bularning safi ko'paysin, qoriyalar dunyoga kelsin. Xo'p, hali endi Davronjon bitta chiroyli musiqa bergan shu hayot shirinliklarini Akmal aka bilan birgalikda o'chiradilar. Qani, tabriklaymiz. Endi bu programmasini vilka beramizmi? Bitta yigit qo'yadi. Vilka beramiz. Asaldan ham shirin zabonim, yonimda bo'l jufti halolim. Baxtimizga ko'z tegmasin, ayrilib boshimiz. Akmal aka yendirib qo'yadi, bugun nasib bo'lsa. Rasmda yo'qmi? Yonimda bo'l jufti halolim. Qo'shnidan olamiz. Shohimda bemor sog'imda, har bir onimda yonimda bo'l, yonimda bo'l. Oydan go'zal hilolim, nurli yuzim. O'zimizni ko'rish kabi chiroyli bo'lsin. Ta'mi kabi shirin bo'lsin. Butun umr sevgidan, omadda, mehrda, muhabbatda o'tsin. Bugun Akmal aka sizni deb qo'yasiz, nasib bo'lsa. Opam tug'ilgan kunlari. Ko'rmasam, nima qilay senga to'ymasam, o'zing bo'lsan ko'zim qorong'i. O'zlari tug'ilgan kunlari o'zlari xizmat qilyaptilar. Qizlar qanchasilar yegan. Sen o'zing, yo'llaringga parvona ko'zing. Akmal akaga bilib turasiz, biz buni onamni raqami yediradi. Baxtli chog'imda, bemor sog'imda, har bir onda yonimda, Akmal aka birinchi o'rnida. yonimda bo'l. Oydan go'zal hilolim, nurli yuzi zilolim. Endi opam ham qaytaradi sizga yaxshi ko'rsalarga. Yonimda bo'l. Endi Akmal akam sevaman desalar, Umid opam o'laman deydilar. Jonim desalar, asarim deydilar. Shunda hayotlari sevgida, omadda, muhabbatda o'tadi. Opa tortilishni ekanmi, rahmat Davronjon. Niyat qilaman, hayotingiz mana shu tortimizdek shirin bo'lsin, ko'rinish kabi chiroyli bo'lsin. Umid opa, ayol kishining joni nechta bo'lar ekan? Ko'proq ekan, ancha. 40 tadan ko'p bo'lar ekan. Hayotning har qanday shartiga ko'nding. Ayt, qachon ko'ngliga tegib shamol, bolam, chaqam ro'zg'or isteding, bir kun o'zing uchun yashagan ayol. Shaffof ko'zlarni qo'lingga olib, oltin qo'g'irchoqdek yasangin xushhol, yuzingga o'pasini yaxshilab kiyib, bir kun o'zing uchun yashagan ayol. Gohida dard birla tilinsa qalbing, go'yoki to'lishmay qolganday hilol, qadringni bunchalar arzon qilmagan, bir kun o'zing uchun yashagan ayol. Uxlamaydi tunlari oy nurlari taralgan, o'zbekning ayollari mehnat uchun yaralgan. Tundan uzun kunlari kim ko'nglini so'ralgan, o'zbekning onalari farzand uchun yaralgan. Umid opa, bular to'rtta ekan. Qaysini yaxshi ko'rasiz?
Oqilimi, qorasinimi, kattasinimi, kichiginimi, qaysisini? Hammasini Allohdan so'ragansiz. Keling, qaysisini chiroyli qilib tabriklab beramiz. Qizlar ikkita, o'g'illar ikkita. Zakaznoy ekan, bizga ham nasib qilsin. Kimdan boshlaymiz? Eng kattasi mana shu yigitmi? Marhamat. Qo'rqityapsizlar, halidan beri buni to'ya, haqiqatda Tug'ilgan kuni ham. Mo'llarimiz olsin. Gapiramiz, vaqtimiz chegaralangan. Gap. Man ayajonim, suyanchig'im, sirdoshimman. Endi ota boqar ekan, ota uruqar ekan, ota to'y qilar ekan, hammasi onaga bo'ladi, ha? Akam to'y qilib qachon? Neysan? Bo'ldimi? Bitti. Akam aka tug'ilgan kuningiz qachon? 3-iyulda. Men bu safar Tekinga bo'lsa ham kelaman. Mayli, bo'ladi chaqirmasin. Onajon chiroyligim go'zalim. Dunyo g'amlarini olib, ona, keldim sening yoningga. Ba'zan bilmay qovog'im solib tekkandirman seni joningga. Pullar bilan teng keladi g'am, bu gal menga ergashma deyman. Hamon kelsam yoningga har gal o'sha yosh boladayman. Onajonim chiroyligim go'zalim, qiynamasin sizdan dardu g'am. Qoshlaringizga yarasha qalam. Doim deysiz bolam o'zimda mehribonim, jannatim siz mening onam. Agar jannat ko'kda bo'lsa, ostida onam. Agar jannat yerda bo'lsa, ustida onam. Agar dunyo jannat bo'lsa, jannatim meni onam deydilar. Ana shu yigitning ismi kim? Salohiddin faqat qizlarga sevaman deb aytadimi? Onajon sizni yaxshi ko'raman deb bugun bitta aytib beradimi? Onalar ko'pincha o'g'lini boshqacha yaxshi ko'rar ekan. Chunki meni xonadonimga kelin olib keladi. Pichoqni nabiralarga to'ldiradi deb Salohiddinjon sizni boshqacha yaxshi ko'radi qizlarni. Keling bitta onajon, sizni bog'ligingiz vaqtda berasiz. Ayajon sizni hammadan ko'p yaxshi ko'raman. Har doim yoshligim qaraguncha aytaman. Zamonida qaraganmisiz? Bular aylanib ketgan. Jamoliddin ham juda yaxshi ko'rar. Endi qarasam mehr ko'zda ko'rsatuv bo'lib ketdi. Akmal aka, Umid opa bilan qachon parklarga, restoranlarga bordingiz? Pulam ko'p-da, shuning uchun ko'p borasiz. Menga o'xshagan borolmay yotibman. Xo'p. Aylanishga bordingiz, parklarga bordingiz, restoranga bordingiz, qachon o'ynadingiz? Mazza qilib. Endi nasib bo'lsa, Muxlisaxonning to'yida o'ynaysizlar. Inshaalloh bugun repetitsiya bo'ladi. Qani kim chiroyli o'ynaydi? Akmal akammi, Umid opammi? Keling. Hamma farzandlarni o'rtaga olib, Hasan akam bilan jigarlar bitta chiroyli qilib raqslarga tushib berasizlar. Qani ketdik.
yıldızları şabadada 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 Qani ketdik. Asli o'tsin. Yil aylanib adirga kelamiz birga yoningdan ketgim kelmas muddat ko'mili vaqtda turga ayladik sarmast ayladik mening yuragimga ishni joyladik bo'lmas ayladik sarmast ayladik mening yuragimga ishni joyladik
yoshlari bering. Toza tilaklarga beshik ko'r dunyo, ochilsang jannatga eshik ko'r dunyo. Hofizi naftargani qo'shib ko'r dunyo, bir niyat qilamiz, kamlik ko'rmangiz. Do'stu yaqinlarni g'amin bilmangiz. Allohim sizni yoshlik, go'zallikdan boshqa hazokatda hech qachon tark etmasin. Endi Baxtiyor akamiz, Sherzod akamiz, Hasan akamiz sizni xursand qildi. Qalbingizga quvonch ulashdi. Bir inson ko'ngli eta olsang shod, bilginki Ka'bani etibsan obod dedilar. Bugun Ka'batullohni tavob qilganchilik savobga ega bo'ladi desam, albatta mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan, keling sizlar jigarlarga aytadigan chiroyli niyatlaringiz bo'lsa aytasiz. Abrorjon akamiz ming asr turadigan qilib tarixga muhrlab qo'yadi. Marhamat. Şimdi salomatlisin, oilalarning baxtiga, mani baxtimga sog'liqsin. Uzilish bo'lmasin hech qachon. Yonimda bo'linglar. Farzandlaringiz haqida ko'paysin. Mehrob bo'laylik. Rahmat, hammasi uchun rahmat. Endi Hasan aka, xotiningiz qaramayapti, yana bitta quchoqlab qo'ysangiz bo'ladi. Qo'rqmasdan bag'ringizga bosib qo'ysangiz bo'ladi. Umr uzun bo'lsin. Xo'p, mana endi men bitta chiroyli niyat aytgan bo'lardim. Mana shu xonadonda chiroyli dasturxon yozildi. Mana shu yozilgan dasturxon atrofida qilingan eng chiroyli go'zal duolarimiz Abdurasul otamizning, Zaynaboy onamizning boshlariga soyabon, oldilariga dasturxon bo'lsin. Ularning ortilaridan duo qilib qolgan farzandlarning umri uzun bo'lsin, rizqi butun bo'lsin, nabiralari Makkada imom bo'lsin, bobojon buvijonlarga shaharga doimo duolarda bo'lsin deymiz. Akmal aka, vaqt qurboningizga ko'z tegmasin, boshlanayotgan to'ylar xayrli, barakatli bo'lsin. Muxlisaxon borgan joyiga Allohim tut qo'yib, falay yoza mana shu xonadonni kelinamas qiziga aylansin. Allohim ularga chiroyli farzandlar berganda ularni haqiqiy to'ylarda xizmat qilish bizga nasib etsin. Endi bittagina kuyov bor ekan, shu xonadonda. Kuyovni payg'ambarlar siylagan, ismi kim shu yigitni keling bitta chaqiramiz. Chiqib ketganmi? Keling, Jaloliddinjon, kuyovlarni payg'ambarlar siylagan. Qaysi qizingizda uylanganlar? Ismi kim bu qizni? Komilaxonga uylangan ekanlar. Jaloliddinjon, qani siz? Xo'p. Xo'p, mayli, ularga bir chiroyli niyatlar aytmoqchilik. Xo'p, Allohim bularga qo'sha qarsan farzandlari ko'p bo'lsin. Bo'lmaganda Akmal aka sizlarning baxtli va davlat bo'lsin. Demak, bugungi olingan oltin tasvirlarni YouTube, Telegram, Instagram kanallarida Fazlidan Fayzdan qidirasiz. Umid opamni shukrona kunlardan bahramand bo'lasiz. Demak, keyingi ko'rsatuvlarda diydor ko'rishguncha hammalaringiz Allohga omonat. Salomat bo'linglar, rahmat. Umringiz uzun bo'lsin. Endi Umid opa, ana shu jumlaning eng chiroylisini olasiz, chiroyli qilib rasmlarga tushib olasiz. Marhamat.